Kompaktning Niabeshni uyizda birgalarga sizlarga zo'r variant olib qo'ydim. Ya'ni Ximiya tarafda HBKning oldidan kirib kelganimizda ko'pirdan o'tib ozgina yurganimizda chap qo'lda birinchi ko'chada Xudo xolasa Satrattovun 2 etajli kottejimiz bor. Manzildan keladigan bo'lsak, bu yoqda HBK bilan o'tib kelayotganimizda ko'pirdan o'tib ozgina yurib, mana shu chap qo'limizda Xudo xolasa 2 etajli kottejimiz, ya'ni 7 sutka iborat bo'lgan kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Video davomida Xudo xolasa batafsil ma'lumot beramiz. Bundan oldin YouTube kanalimizga podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz biz xursand bo'lamiz. Ko'pirdan o'tib Ximiyagarlarga kirganimizda chap qo'ldan kirib kelsak, mana shu uyimiz sizni qarshi oladi. Ya'ni o'ng qo'lda qarshi oladi. Xalqobod ko'chasi. Mana shu o'rimizda Satrattovun kottejimiz bor. Yarim tayyor kottejimiz bor. Mana shu kottejimiz Xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Umumiy maydoni 7 sotik. Videoni boshlashdan oldin, davom ettirishdan oldin sizlarga like bilan podpiskani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Ya'ni YouTube kanalimizning rivojlanishi o'z hissangizni qo'shinglar. Mana shu o'rimiz Xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimiz podoshkalari qilingan, fundamentlari qilingan, uyimiz gazoblokdan ko'tarilgan. Kolonna regallari hamma narsasi qilingan, armaturlar ayamagan deyilyapti. Bu yoqimizda mana santexnika ishlari, kanalizatsiya ishlari hammasi qilingan, vodoprovodlar kelib turibdi. Umumiy xonalar 4 xonadan iborat. Bu yoqimizda mana birinchi xonasi, ustini strapelar bilan bostirilgan, bu panel qag'ilib, natujnoy patologga tayyor turibdi, Xudo xolasa. Natujnoy patolog tarafdorlaridan bu yoqimiz mana aslarni ko'tarib qo'yibdi. Bu yoqdan shunday gazoblok mana shu o'rimiz. Endi o'zisining didizga qarab, halang kuxnya qilsangiz bo'ladi, halang 4 xona qilsangiz bo'ladi. Kuxnyani planini hozirgina aytib o'taman. Xo'p, ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Zinadan chiqqan mana shunday oyna sizlarni qarshi oladi. Bu yoqimizda orqa tarafi yuzumlari bor, tualetlari hamma narsasi bor. Buni ko'rsatib bo'ladi. Zo'r yerlar, bo'rimizda parnik bor edi deyaptilar. Endi o'zisining moslab baxt ko'rsatsa, burdan ham chiroyli bo'lib ko'rinadi, Xudo xolasa. Ko'rsatsa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi etajimizga chiqadigan bo'lsak, bu yoqimizda mana birinchi xonasi mana ko'rsatsa bo'ladi. Bayantlari uzatilgan, utpliti qilingan deyapti. Yana qilib beraman, xolasa deyapti. Bu yoqimizda bo'tamizda yana bir xonasi mana ko'rsatsa bo'ladi. Mana shu ko'rinishdagi Xudo xolasa uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Gazobloklar zo'rundan qo'yilgan ekan. Ko'rsatsa bo'ladi. Endi bu yoqimizda kuxnyani akamiz mana shunday qilib planda qilyapti ekan. Mana shunday olib kelib, shunday planda ishlayman degan ekan. Endi mana shu o'rnaga kelib qolgan ekan. Mana shu o'rimiz Xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Mana shu polni umumiy maydoni 7 sotikdan iborat bo'lgan uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Agar kimga qiziq qolgan bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz, batafsil ma'lumot aytib o'taman. Bo'rimizning narxini aytishdan oldin bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, like bilan kommentariyalarga Xudo xolasa banglatib, qalagancha Xudo xolasa reaksiyalar bildiramiz. Xo'p, bu uyimizning narxi bo'lsa, narxini 300 million so'm aytadilar. Yana aytib tortishib kelishgan yerlari bor. Xudo xolasa kadastrlarning hammasini tayyorlab beraman, to'g'ri atizga o'tirib beraman, deyotib nasib bo'lsa. Mana shu o'rimiz kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz. Uyning egalari opsiyada turibdi, telefon qilib bog'lanib, kelishsangiz bo'ladi. Hamma yaxshi kayfiyatlar bilan Mag'lub Makar kanali bizni kuzatishda davom eting.